Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüp atqanlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılğan Uyğurlarga dair bir qism mühim xəbərlərimizni əslitib ötməkçimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. 10 dekabr Xalqara Kişilik Hüquq Günü münasibəti bilan Germaniyadakı Weimar şəhərlik hökumət bu yıllık Weimar Kişilik Hüquq mükafatını Xitay türməsidəki Uyğur ziyalısı İlham Toxtuğu beriş murasimi ötküzdü. Murasimda Xitay türməsidəki İlham Toxtuğunun qutuluşu üçün fəaliyyətdə buluyatqan hər saha kişiləri nutq sözləb, bu mükafat arqılıq İlham Toxtu və Uyğurlar məsələsini xalqarada texmi yaxşı tanıtqılı boludu dedi. Mükafat arqıtış murasimga qatnaşqan ikəgə Uyğur cəmaəti murasimdən keyin Weimar şəhərlik hökumətinin aldıda Xitayның zulmüge narazılıq bildirib namayiş qılğan. Xitay hökumətinin əxsiz salamatlik təkşürüşü namıda Uyğur diyarındakı barlıq kişilərinin gen əvrişkisi və başqa biologiyalik uçurlarını arxivlaşdırıb, xalqarada zor qulğul qozğıdı. Xalqaradakı kişilik hüquq təşkilatları bu haqda fikir bayan qılıb, xalqqa mənfəət yetkizüş namıdakı bu əxsiz salamatlik təkşürüşünün əməliyyatda kişilərinin şəxsiyyət hüququnu dəbsəndi qilish ikənligini göstərdi. Kişilik hüquqni kuzatish tashkiloti bu munosabat bilan maxsus zo'r hajmlik bayonot e'lon qildi. Bayonotda Xitoy hukumatining Uyg'urlar bexabar holda ularning biologik uchurlarini to'plashning qonunsizlik ekanligini alayda ta'kidladi. Yaqında o'zini Xitoy saqchisi deb atib olgan kishilarning chet ellardagi bir qism Uyg'urlarga taqdisilib, ulardan pul undirib olmoqchi bo'lganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, atalmış Xitoy saqchisi chet eldagi o'quvchilarning undidoriga uchur yo'llab, ularning o'rganish markazidagi ota-onalarini chiqarib bermoqchi bo'lgan. Buning badaliga bo'lsa, o'quvchilardan pul topshirishni talab qilgan. Xitoy hukumatining saqchixonalari bu ahvol haqidagi savollarimizga javob berib, saqchilarning undidor orqali chet ellardagi o'quvchilardan pul undirib olmoqchi bo'lishi hamda ularga tahdid silish qonunsizlik dedi. Ama chet elda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarning ota-onalarini majburiy tarbiyalashga elib ketishni normal ahvol deb aqladi. Uyg'urlar diyorida izchil davom qilayotgan terrorlik va asabiylikka qarshi turish harakatlari jarayonida hukumat tarmoqlarining turli shakllardagi moddiy jihatdan mukofotlash chorasini qo'llanayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Bu choralar birdek xalq ommasini terrorchi va hijratchi deb qaragan kishilar haqida yip uchi bilan ta'minlashga qiziqtirmoqda ekan. Yaqinda Xotan viloyatining bu vaqtdagi mukofotlash chorasini ijro qilish uchun viloyat moliyasidan 100 milyon so'm mablag' ajratganligi ma'lum bo'ldi. Analizchilar bu vaqtda fikr bayon qilib, bu hol Xitoyning shuncha zo'r askariy kuchining Uyg'urlar diyoridagi qarshilikni bostirishga asqatmaganligini ko'rsatdi dedi. Uyg'urlar diyoridagi qattiq siyosiy kontrollikning bir ifodasi qo'lga ilinganlarga haddidan og'ir jazo berilishida aks etayotganligi ma'lum. Muxbirimizning ahvol aniqlashi jarayonida Go'mining Piyolma yezisidagi bir kanit sekretari shu yezidagi Denizat Ahmad Islomga qonunsiz tabliq qilgan degan jinoyat bilan o'lim jazosi berilganligini tilga oldi. Ya'ni ba'zilar uningga o'lim jazosi emas, balki muddatsiz qamoq jazosi berilganligini tilga surdi. Analizchilar bu vaqtda fikr bayon qilib, diniy tabliq faoliyati uchun bir kishiga bu qadar og'ir jazo berish Uyg'urlarning hozirgi ahvolining qaysi darajaga berib yetganligini ko'rsatadi dedi. Xitoy hukumati yillardan buyon Uyg'ur diyorining azaldanla Xitoyning bir qismi ekanligini tashviq qilib kelmoqda. Bu masalada ular har vaqt milodidan burunqi 60-yili Xan sulolasining bu joyda G'arbiy yurt qo'riqchibek mahkamasini ta'sis qilganligini isbot qilib ko'rsatdi. Yaqinda Xitoy hukumati tashkillagan bir guruh Xitoy arxeologlar hozirgacha tepilmay kelgan mazkur G'arbiy yurt qo'riqchibek mahkamasining o'rnini Bugur noyisidan topganligini e'lon qilgan. Ammo bu haqda tafsiliy ma'lumot berilmagan. Chet ellardagi Xitoy va Uyg'ur tarixshunoslari bu masala haqida fikr qilib, Xitoy hukumatining bu sapsatisi putrab turolmaydi dedi. Hörmətli televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını gördünüz. Kelar hafta görüşəyilik. Xeyr xoş. Xeyr xoş.